akajon qo'lingizni olsangiz bu aka somsamizga bu aka meni mashhur taomim bo'lsa aka bu bunaqa qilmanglar aka kelsizlar yeb bersanglar bo'ldi aka men xizmat qilishga o'rganib aka xizmatda aka ana shu yerda qila olasiz men faqat yeb maza qilib xursand bo'lib o'tirib ketsangiz bo'ldi aka havas qilib keldim aka havas qiladigan inshaalloh aka sachratib yuboramizda aka do'stlarmi aka do'stlar qanaqa aka haqiqiy do'stlarmi aka bu haqiqiy do'stlargacha aka zonasi bor aka o'sha videoni ko'rsatib oxirigacha ko'rib turing qarang aka mana bu mendan aka haqiqiy do'stlar aytib o'tib ketaveraman aka tan narxi 70 ming aka go'zal maxito aka mana bu aka mana shu Istanbulga borganlar biladida buni aka restoranida Abdulla aka shunaqa ekan shu qadrdon do'stlarni qadrlab chiroyli qilib mana maxito bonus shirinlik bonuslar qilib berar ekan deb qo'yarasiz qayerdan keldinglar akajon Bulovoshdan ko'zimga rosa issiq ko'rinyapsiz aka hali Qosimzod ha mana bo'ldi aka endi esladim mana Somsani kichigina egiz kelsa akam oldiga boraverasiz go'zal egiz kelsa andijonga kelaverasiz bu videoni Bulovoshdan aka Bulovoshlik yaqin do'stlarga yuborib qo'ying Somsasini yegani albatta boraman niyat qildim aka boshqa biron bir kamchilik yo'q bo'ldi akajon yaxshi o'tiringlar Istanbulga borgiz kelsa rostdan kelavering haqiqiy atmosferani qilib beraman xudo xohlasa qo'limdan kelgancha mana inshaalloh biz o'zimiz 5 oylik ana shu yerda xizmat qilganmiz xuddi shu yo'nalishda ofitsiant yo'nalishda nachalik ofitsiant ham bir kasb nimadir demang albatta zo'r narsa bu insonlar bilan muloqot qilasiz do'stlar orttirasiz shuning uchun mana shu videoda shunaqa ofitsiant bolalarga yuborib berasiz boshqa biron bir kamchilik nima fikringiz bor ikki og'iz aytib bering